Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video roligimizda nega bizning kanalimiz birdaniga 0 ko'rishlarga tushib qoladi. Aytaylik, birinchi kuni videoyingiz 20 ta yoki 3 ta, undan keyingisi esa 60 ta, 3-kunda esa 300 ta ko'rdi. Aynan 4 yoki 6-kunga keladidagi sirazi prosmotr kala tashaveradi. Yo 3 kishi ko'radi, yo 2 kishi ko'radi, yoki umuman hech kim ko'rmaydi. 48 soatga ham sirazi pastlab ketadi. Bugun aynan mana shuni yechimini topganman. Videoni oxirigacha qadamma-qadam bir soniyasini ham o'tkazmasdan ko'rishni maslahat beraman. Unda biz boshlaylik do'stlar. Ha, aytgancha men o'zimni Telegram kanalimga ochganman. Telegram kanalim esa ushbu YouTube kanalimning bio qismida turibdi. O'tib obuna bo'lasizlar. U yerda juda ham ko'plab foydali ma'lumotlar berilib o'tyapti. Xo'p do'stlar, bilamiz, mana sizning kanalingiz deb tasavvur qilsak ham, kanalingizda mana shunaqa ahvol hozirgi vaqtda ketmoqda. Qo'yapsiz videolar, yaxshi harakat qilyapsiz, ammo mana shunaqa pastlashlar bor. Umuman olganda 48 soatga 0 bo'lib yotibdi. Prosmotrlar o'ynab yotibdi. Bugun sizlar bilan aynan mana shuni yechimini ko'rib chiqamiz. Xo'p, kelinglar, sabab nimada? Sabab nimada do'stlar o'zi? Asl sababi nimada? Kelinglar, buni men haftalarga bo'lib chiqdim. Aynan kanal startdan, ya'ni 0 dan, ya'ni kanal asos qilingandan boshlab hafta rejimlariga bo'lib chiqqanman. Kelinglar, birinchi haftani ko'rsak. Do'stlar, birinchi hafta biz test rejimda bo'lamiz. Ya'ni bizni kanalimizni YouTube test qiladi. Insonlarga tavsiya qiladi. 10 ta, 20 ta, 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 3000 ta, 4000 ta, 100 ming ta odamga tavsiya qiladi. Lekin bu hammada har xil kechadi do'stlar. Aynan hammada bir xil kechmaydi. Shuning uchun ham aynan sizning kanalingiz 3-kuni 10 ta, 4-kuni 20 ta, 5-kuni vashi 0 ta ko'rilishi aynan mana shu test rejimiga bog'liq do'stlar. Algoritm aynan sizning kanalingizdagi videolarni har xil rejimda test qiladi. Boshida 100 taga, kelinglar 100 ta odamga tavsiya qiladi. Aynan ularda ham hammasining videosiga qiziqib bosadiganlar yo'q. Ba'zilar qiziqadi, ba'zilar vashcha qiziqmaydi. Aynan mana shu yerda tushuntirganman, qaranglar. Xo'p, algoritm sizning videolaringizni odamlarga tavsiya qilishi, ularni har xil insonlarga bo'ladi. Ya'ni har xil insonlarga tavsiya qiladi. Ba'zan sizning videolaringiz ularga yoqishi yoki yoqmasligi aniqlab bo'lmaydi. Aynan misol uchun o'zingizga bitta kontent chiqib qolib, avval siz ko'rib yurgan kontent, lekin u aynan sizga o'sha vaqtda qiziq bo'lmasa-chi, aynan o'sha vaqt iftorlik og'iz ochar vaqti bo'lsa-chi, ya'ni og'zingizni ochishingiz kerak, o'sha u payt siz u videoni bosmaysiz. Shuning uchun ham aynan algoritm test vaqtida sizning kontentlaringiz har xilcha prosmotr oladi. Bundan koyib, nega meni videolarim hech kimni ko'rmayapti, nega men qiziqmasmi, shuncha harakatni behuda ekan degan gaplarni yig'ishtirishimiz kerak do'stlar. Biz bunga ochiq va to'g'ri yondashishimiz kerak. Shuning uchun ham aynan ushbu videolar sizga aynan o'sha sizning videolaringiz ularga yoqish-yoqmasligini aniqlab bo'lmaydi. Xuddi tog'larga o'xshaydi. Ya'ni bir tekis emas. Noaniq. Ya'ni noaniq, вообще noaniq. Aynan YouTube algoritm balkim sizning videongizni noto'g'ri auditoriyaga tavsiya qilayotgan bo'lishi mumkin. Algoritm aynan sizning videongizni yoqadigan insonlar topishi ozgina qiynaydi. Shu vaqt davomida sizning kontentingiz har xil ko'rish oladi. Ba'zida 20, ba'zida 30, ba'zida 40, ba'zida 0. Ba'zida 300, balkim 1000 ko'rib yuboradi. Xo'p, undan keyingisi esa ikkinchi hafta do'stlar. Ikkinchi hafta kanal pastlashi, bu kontent sifati. Ya'ni bilamiz, ko'pchilik kanalni ochadi, bitta yo'nalish tanlaydi, misol uchun McQueen yoki Spinning Wheel, Exe farqi yo'q, bitta yo'nalishga ketadi va umuman olganda kontentni o'zgartirmaydi. Previewsiga e'tiborsiz qoldiradi. Bitta preview yaratib oladi, shu preview bo'yicha prinsipi ketadi. Ya'ni faqat shu preview shablonli. Ya'ni o'sha VC har doim VC bo'lib tushib keladi, o'rtadagi yoki ranglar har doim shu rang bo'lib tushib keladi, yoki o'sha bitta personajni har doim aylantiradi. Buning mana sizlarga batafsil tushuntirib beraman mana. Xo'p, green screendan bir joyda turishi, ya'ni video ichida ham green screenlarni bor, dancing green screenlar foydalanishni hozir bilaman, ko'pchilik shulardan foydalanadi. Aynan o'sha green screenlarni umuman o'zgartirishsiz yoki yangilardan qo'shmaydi. Va yangi elementlar umuman qo'shmaydi. Subscribe qo'shmaydi, quiz, misol 3-5 qo'shing necha bo'ladi degan kommentariyalarda ham qanaqadir o'shanaqa effektivniy gaplar qilmaydi va playlist qo'shmaydi. Playlist bu juda ham yaxshi va kerakli narsa. Aynan sizning videongizni ko'rgandan so'ng sizni boshqa videolaringizni ham ko'rishga yondaydigan narsa. Playlistdan foydalanmaslik, preview hamda video sifatidan past, ya'ni 480p, 720p. Ko'pchilik mana shu CapCut Pro ishlaydi yoki CapCut Pro'ni qanaqadir crack versiyalaridan foydalanadi. 720p va 480p lardan umuman foydalanmaylar. Maslahatim 1080p dan yoki 1440p, ya'ni 2K dan foydalanishni sizga maslahat beraman, chunki YouTube'da sifatli videolar har doim qo'llab-quvvatlanib kelgan do'stlar. Xo'p, kelinglar 3-haftaga o'tdik. Bizning kanalimiz hozir 3-haftada davom etyapti. Bu degani taxminan bizning kanalimizga 22, 20, 24, 25 kunlar bo'lib qoldi.
Uchinchi hafta bu raqobatchilarni analiz qilmaslik. Aynan mana shu vaqtda любой insonda raqobatchilarni umuman analiz qilmay qo'yadi. O'zini kontenti bilan ketaveradi. Boshqalari boshqasi bilan, o'zi bilan, xuddi o'zi bilan o'zi bo'lib qolgandek bo'ladi. U bozorni, ya'ni o'sha siz qilayotgan kontent, sizga o'xshab qilayotgan kontent makerlarni umuman kuzatmay qo'yasiz. Bu esa juda ham katta minus. Aynan mana shu vaqtda, aynan mana shu 3-haftadagi davrda siz katta pastlashga duchor bo'lasiz. Sababi bu poygada siz yutqazdingiz. Sababi sizni raqobatchilaringiz sizga nisbatan yaxshi sifatli kontent qilishni boshladi. Yangicha o'zgartirishlar, yangicha nomlardan, yangicha tag va yangicha opsiyalardan foydalanishni boshladi. Lekin siz hali ham eskilik bilan yuribsiz. Har doimda eski narsani qaytadan foydalanyapsiz. Mana bu esa katta inqiroz. Katta inqilobchi bo'lishimiz uchun albatta biz videolarimizni yaxshi qilishimiz kerak. Mana buning ham teksti bor. Kelinglar bu haqida hozir gaplashamiz. Xuddi sizdek kontent qiluvchilarni umuman analiz qilish, sintez qilmaslik, e'tiborsiz qoldirish, ya'ni umuman qaramaysiz. Ular sizdan poygada o'tib ketishiga yo'l qo'yish. Bu katta gunoh. Ya'ni gunoh deganda aynan bu sizni e'tiborsizligingiz, bu sizni noto'g'ri harakatga yondashayotgan bo'lasiz. Ya'ni siz e'tiborsiz qoldiryapsiz, shunchaki qaramayapsiz. Mana bu esa katta gunoh do'stlar. Aynan shuning uchun ham sizning kanalingiz pastlab ketadi, yaxshi ko'rishlar olishi 3-haftaga kelib umuman olmasligi mumkin. Bu davr juda ham yaxshi davr. Aynan raqobatchilarni o'sha aynan 1-haftada analiz qilishni maslahat beraman. Bu juda ham katta foyda keltiradi. Aynan o'sha vaqtda ham o'zingizning kontentingizni sifatini oshirishda katta ko'makdosh bo'lasiz. Xo'p, 4-haftada esa biz kontentga yangilik qo'shish, bu qayta tiklanish davri. Do'stlar, aynan 4-hafta bu ko'pchilik do'stlarimiz, aynan sizni kuzatib turgan bo'lsangiz ham bir vaqtlar 4-hafta yoki 3-haftada kanalingizni monetizatsiyaga olib chiqqan bo'lishingiz mumkin. Bu tabiiy, chunki aynan o'sha vaqtlarda YouTube anchagina video yuklangan bo'lasiz va sizning bozoringiz ancha katta bo'ladi va prosmotrlar o'ziga yarasha bo'ladi va monetizatsiyaga borasiz. Sizni tabrikladim, siz monetizatsiyaga ulandingiz, ammo ana endi siz ozgina bo'lsa ham o'sha vaqtni kanalingizda normal pastlash bo'lib ketadi. O'sha pastlashni esa yo'q qilishni yo'lini hozir men sizga ko'rsataman. Xo'p, aynan nima uchun bunaqa bo'ladi? Ba'zi odamlar bu haftada monetizatsiyaga yoqadi. Sababi tepadagi barcha ishlarni ular to'g'ri bajargan, men bilardim. Videoni agar tushunmasanglar qayta ko'ringlar. To'g'ri bajardi. Qoyil, lekin siz hali ham monetizatsiya qila olmadingiz. Do'stim, aynan ushbu videoni ko'rayotgan sizda bu hodisa bo'lyapti. Sababi siz preview, yaxshi, zo'r, clickbait foydalanmas, ya'ni clickbait so'zlardan. Ya'ni clickbait so'zining ma'nosini aytaman, ya'ni chiroyli qilib, zo'r qilib video nomini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Previewga ancha kачественный ishlashimiz kerak bo'ladi. Preview bu videomizni aynan bizning videomiz ko'rish bo'lishi uchun birinchi davr, birinchi nuqtasi, gapning boshi. Aynan bizni previewimizni ko'rgandan keyin videoni ustiga bosadi, tabiiyki inson va u videomizni ko'radi. Shu orqali biz preview orqali odamlarni o'zimizga jalb qilishimiz mumkin. Aynan mana shulardan foydalanishingiz va tepadagi barcha ko'rsatmalarda siz qildingizmi? Aynan o'sha narsani siz qildingizmi? Ko'ringlar, agar shu yerda bitta ikkita xatolaring bo'lsa, aytib qo'yinglar, kommentariyada yozib qo'yinglar. Aynan mana shu 3-chi yoki 2-haftani qilmadim. Bu juda ham katta menga zarar yetkazdi deb yozib qo'ysangiz, men sizga yanada ham ko'proq foydali ma'lumotlar qilib gapirib, kommentariyada taklif qilaman. Va bilaman do'stlar, siz aynan mana shu 4 ta haftani ham bajargansiz, bilaman. Ha, ba'zan siz bularni hammasini bajardingiz, ammo hali ham kanalingiz nolmi? Demak, boshqa kanalga ochish kerak. Eng to'g'ri muammosiz yo'l. Do'stlar, o'xshamadimi? Boshqa kanal ochinglar. Nimaga? YouTube algoritmi ba'zida aytayotganimdek hamma kanalda har xil test qiladi. Ba'zi kanallarda uzoq muddat test qiladi. Ba'zilarini esa 1 hafta test qiladi. Ba'zilari esa 3 kunga test qiladi, o'sha birdaniga prosmotrlar olishni boshlaydi va yaxshigina ko'plab prosmotrlarni olib keladi. Aynan shuning uchun ham bitta kanalga qarab qolmaslik, aynan o'sha kanalda yaxshi yurmayotgan bo'lsa, videolarni shunchaki udalet qilib, o'sha videolarni o'zingizga saqlab, boshqa kanalingizga yuklab, yana ham bir sanab ko'rsangiz bo'ladi, do'stlar. Xo'p, ba'zi hollarda aynan bu narsalar sabab edi, lekin ba'zida sabab balkim ayb bizda bo'lishi ham mumkindir. Kelinglar, nimaga? Birinchidan, IP qurilmamizda bloklangan bo'lishi mumkin. Bilamiz, biz ayamasdan 8 ta yoki 7 ta kanal ochib tashlaganmiz va ushbu kanallar yaxshi rivojlanmay qoladi va birdaniga kanalimiz bloklanishdan yoki udalet bo'lishni boshlaydi. Ha, qanaqa? Firibgarlik, zo'ravonlik, spam, shunga o'xshash juda ham katta sizga muammolarni yuklab yuboradi YouTube. Bu esa siz bir qurilmadan 7 ta 8 ta kanal ochib yuritishingiz bu sizga katta problema. Bu degani juda ham muammo, aynan o'sha telefoningizni ham zararlab qo'yishingiz mumkin. Kanallaringizni va shunchaki ham mehnatingiz ham bir tiyin bo'lishi, bir chaqaga aylanib qolishi ham mumkin bo'ladi, do'stlar.
Xo'p, IP ni qurilmani biz qanday o'zgartiramiz? Bu savol juda ham ko'p bo'ladi. Juda ham oson, biz yechim bor, albatta proxy sotib olish. Xo'p, proxy haqida ozroq ma'lumot berib ketsam, proxy bu nima? Proxy xuddiki siz boshqa bir davlatning internetini sotib olasiz. Xuddi bizda Beeline, Uzmobile, Mobius deganday har xil kompaniyalar bor, aynan telefon kompaniyalar. Biz esa Shvetsariyani qaysidir Shvetsa.com degan bironta bir sim kartasini sotib olamiz. Lekin u juda qimmat bo'ladi do'stlar. To'g'ri, arzon variantlarni ham topsak bo'ladi. Xuddiki biz tarifga o'tamiz. Misol Go tarifi Shvet.comda bor. Shvet.com sim kartasini sotib oling va Go tarifiga o'ting. Go tarifi esa $50 atiga 3-4 GB. Bu esa juda yomon. Aynan 3-4 GB bilan biz katta yo'lda, ancha yo'lda bosib o'ta olmaymiz. Aynan mana bu haftalarni biz bosib o'ta olmaymiz. Sababi nimaga? Sababi esa bilasiz, O'zbekiston sharoitida pul topish juda ham qiyin masala. Aynan bizni hozirgi vremada pul bu juda ham qadrsizlanib ketmoqda. Bilasizlar, narx juda ham balandda va shuning uchun ham aynan hozirgi vaqtda men o'zimni auditoriyamni bilaman, ular qanaqa, nima qilishyapti, hammasiga o'zim ancha bo'lsa ham tushuncham bor. Aytamanki, proxy sotib olsa, ular anchagina pul yo'qotishi mumkin. Men o'zimni auditoriyamni, obunachilarimni pulini tejash maqsadida aytayapmanki, iltimos qilaman, proxy sotib olishni maslahat bir tomondan bermayman. Nima uchun? Birinchidan, pulni yeb ichib yuboradi do'stlar. Xuddiki pulingizni ayamasdan bir joyga sarflaysiz. Sababi nimaga? $60 so'mga chaqqanda 750 ming so'm bo'ladi. Siz 750 ming so'm evaziga atiga 6 GB olasiz. Bu juda ham yomon. 6 GB. O'zbekistonda 6 GB ni 10 ming so'mga beradi. Bir haftaga gazini bosib ishlatasiz. Lekin siz 6 GB ni 750 ming so'mga sotib olasiz. Buning uchun siz millioner bo'lishingiz kerak. Har doim sovqat sarflaydigan inson bo'lishingiz kerak. Bunaqa insonlar afsuski bizning oramizda kamdan kam bo'lishi ham mumkin. Balkim o'sha boylar ham bunaqa ahmoqona narsaga pul sarflashni yoqtirmasligi mumkin. Shuning uchun ham do'stlar, aynan proxy sotib olmasdan shunchaki qurilmangizni va sim kartangizni almashtiring. Qurilmangiz misol uchun sizda Redmi Note 10 mi kuyunmay Redmi Note 10 ni borib soting, o'rniga oddiyroq bo'lsa ham telefon oling. Misol uchun Redmi 9A yoki Redmi 9 o'zi 8 ham bo'laveradi. Ishlab bersa, YouTube kanaliga video yuklab bersa bo'ldi. Siz uni ichiga kirib PUBG yoki qanaqadir Call of Duty Mobile o'ynamaysiz. Shunchaki oddiygina video yuklaysiz xolos. Shuning uchun ham do'stlar, iltimos qilib qolaman, proxy degan narsaga aralashib o'tirmaymiz, chunki bu bizni pulimizni yeb ichib yuboradi. To'g'ri, arzon proxylar ham bor, lekin ularga garantiya yo'q. Xuddiki sizga boshqa inson foydalanib yurgan proxyni, ya'ni sim kartani sizga berishi mumkin. Shuning uchun ham aynan proxylar sotib olishni maqsad bermayman. Hamda iltimos qilib qolaman, agar sizning IPingiz bloklangan bo'lsa, shunchaki qurilmangizni alishtirib yuboring. Aytgancha, siz IP haqida videolarni, ya'ni IP haqida tushunchaga ega bo'lmasangiz, mana bu oxirida chiqqan video ustiga bosasiz, sizga IP haqida to'liq ma'lumot berib o'tiladi.